Ishonchli obunachilar, kuzatuvchilari, bugun 2026-yil. Число nechi? Nechi число? 30-iyun sanasi. Kechki tarvuzlarimiz bor edi. Bir qotga kelgan, o'shalarni sotyapmiz mana. Klientimiz Ahrorjon. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Zo'rmisiz? Sonlar yaxshimi? Tinchmisiz? Hamma tinch omonmi? Mana dehqon zo'r ishlagan ekan, mana qavunning ichiga tarvuz bo'lgan, qo'yib qolish kerak lekin. Rahmat shu kishiga. Bu ikkalani chashtirsa qurt tushmaydigan yaxshi bo'larkan. Zo'r yangilik qilibdilar. Rahmat shu kishiga, otasiga rahmat dehqon. Mana bu bilan ikkala qilganlar. Zo'r bo'ldi. Hazırlashyaptilar bu kishi. Klientimiz qiziqchi ekanlar. Shunga intervyu olyapmiz. Ya zo'r ekan, mana qavun tarvuz birdan bitta ekanshingiz, bitib bosib ketaver ekansiz. Olaveringlar, mana zo'r ekan klientlarga. Bo'ldimi? Ha. Bölün ne? Hemen ahır uçurayım. Ahır uçuyor bir şey dedi. Yani atar zalık ki biz de şarkı dinlemeyin. Çıksın. Süper. Hoşuma bir yerden pasport koyun, bari bu kapı biraz ki. 31 Temmuz. Mana bu. Man. Tavsiye belada ko'rardi. Yo'q, qaytaryapti bu yerda. Tamam, reklama kadar. Akşam geliyor. Dehqondan tushunma, dehqon odamsiz. Dehqon maqsadchisi. Ya oxirida bir nima deb Ha? Oxirida mana. Olti bo'ldi. Mamadayning qo'shingin. Lekin dehqonchilik zo'r bo'lgan ekan, rahmat dehqonga, mehnat qilgan ekanlar. 4 xil 5 xilni uni bitta ekkan ekanlar bir joyga. Rahmat shu kishiga, qavun ham bu, tarvuz ham bu, pomidor ham bu, obunot ham bu, aeroport ham bu. Rahmat shu kishiga. Ko'p tarmoqli ekanlar bu kishi. Fazliddin aka, familiyangiz nima edi? Itolmas Fazliddin aka, Raimtepadan. Otasiga rahmat shu kishi mehnat qilgan ekanlar. Mana biz oldik hozir. Mana hozir 7,5 million bo'ldi bir mashinamiz. Qavun bilan tarvuz. Shunday ham mashinadan 20-30 ta chiqardi bu kishi. Bu yil zo'r bo'ldi dehqonchiligi. Xudoim taolo bu kishining omadlarini ham qomatlarini bersin. Ilohim Allohu akbar.